Assalomu alaykum. Nasibullo aka, charchamayapsizmi aka? Xo'p, mevalarimiz aka, mana bugun 8-aprel. Qalay mevalar aka? Nima deyapti? Ko'ryapsizmi? Bitta daraxtda nechta hosil? Eng qizig'i buni qarang. Mana. Sizga rahmat aka. Buni qarang endi. Nokni qarang. Nok kasallandi, doriladik, lekin buni endi qarang. Hammasini shitda. Bu anjir shaftolini qarang. Buni qarang. Mana qarang, uchigacha mana qarang. Hatto qurigan shoxga ham boring. Adresimizni aytib olasiz, Yunusobodda Bitonkada kelaveradi. Bular narxlarini 2 barobar oshirdik. Mevasi bilan bo'lganligi uchun. Mana hammasida juda ko'p aka hosil. Gruppaga tashab qo'ying aka. Atirgullar, hamma narsa bor.